Altta ko'ng'ir bo'ladi ishim bor. Xo'p. 18tasini vaqtdan qoldi deydi. Xo'p. 16tasini qo'shdan qoldi deydi. Xo'p. 14tasini xonja qoldi deydi, qonja qoldi deydi. Joyini ham aytib ketay. 12tasini oyindi deydi. 6tasini tortuvli deydi. Tortuvlining chiqqan mamlakati boysin. Qo'ng'irot urug'niki Dehqonobod. Dehqonoboddan bo'linib ketgan hamma joyga. Eski vaqtda Dehqonobodning nomi Chashma Amjam deydi ekan taqsir. Eski nomada. Shundan bo'linib tarqagan 9 ota qo'rchim, 6 ota qo'ldovli, 1 ota qarag'asmoq o'zi bitta keladi qarag'asmoq. Qarag'asmoq 4 ota bo'ladi. Begmat, Sori, Kengash, yana biroq otini bilingizlar qo'shilmaydi. 4 ta bo'ladi qarag'asmoq. 5 ko'rib birov. Ha? Birov 5 ko'rib. Ha, 5 ko'rik bor, bo'lsa eshitmanikim shu 4 ta ota bo'ladi. Assalomu alaykum. Kelib o'tiring. Yozyapti. Hadi şöyle yaxshi. Juda yaxshi. Bir ovqatga qoldi. Yozib olyapti, davom ettiring. Hojibo, yozib olyapti bu yoqlar. Bizni 16 ta qo'shdan qoldim. 6 tasini qo'ldovul deydi. Qo'ldovulning birinchi shoxi Mavlush, ikkinchisi Tilovmat, uchinchisi Chalvachcha, ikkinchi Muhammadan birinchisi Bandikuchuk, ikkinchisi Oqpichoq, uchinchisi Chalkachiburg'on deydi. Bu 6 ta qo'ldovli bo'ladi. Ikkovining otasi bitta, piri ikkita. Chalvachcha, Mavlush, Tilovmatning piri bitta, Oqpichoq, Bandikuchuk, Chiburg'onning piri bitta. Bu 6 ta qo'ldovli bo'ladi. Qo'ldovliga biz kiramiz. Biz Tilobat shohidan, hay bu yoq bizning do'stimiz Nurmat Taji, Mavlush shohidan deydi Chalvachcha. Deydi Ko'lbay Chalvachcha. Bandikuchukdan domlalardan. Bandikuchuk uzun degan shohidan Hazrat domlalar, Mulda O'smatlar. Oqpichoqdan Omon Beknazar degan Beknazar hajligicha shular. Chiburg'ondan hay Xo'ja Mamutda o'tiradi ko'bragi, Muhammad Samatlar bular bo'ladi. 6 ta. Endi 9 otasi, 1 ota Qoraqasmoq bu yoqlar bo'ladi. Qoraqasmoqning Bengmat degan shohidan Abdulla Tangridan Qoraqasmoq avval ko'p bola juzaga chiqmagan. Normo'min taraf puchcha chiqqan, Normo'min chiqdi, Shoberdi baxshi chiqdi, Abdulla chiqib Qoraqasmoq ko'tarilib Qoraqasmoq joyiga bordi. Ol bura Tirabchoboxon degani bor edi. Buni qul deydi, Chinatagi deydi. Bilasizmi buni? Chinadak deydi Tirabchoboxon. Tovushir Choboxon Qoraqasmoqning Bengmatidan bo'ladi. U bitta odam edi. Uni bilib qo'ying. Xurramajlarim bor edi cho'lda. Bu Qoraqasmoq ham zo'r xalqlardir. Endi 9 ota qo'rchimning birinchisi kattasi u deydi Qashqadaryoda Zombiri degan shoh bo'ladi. Ikkinchisi Barmoq bo'ladi, Hazrat Langardingirda bo'ladi. Dehqonot o'tgan yer. Uchinchisi O'tiraqi deydi, Qarashinaning usti Qoraxo'l degan yer bor. Shu yerda bo'ladi. 4-inchisi Kal bo'ladi, Chashma Abzamda bo'ladi. 9 ota qo'shildi. 5-inchisi Qoraqalpoq Xomkanda bo'ladi. 6-inchisi Ko'chaxo'r Kirshakda bo'ladi. 7-inchisi Sovrubozor Xudoydatda bo'ladi. 8-inchisi Kallabozorda aytdim. Kal, Qoraqasmoq, Sovrubozor, O'tiraqi, Barmoq, Zombiri, To'lamit 8-inchisi. O'jinda bo'ladi. Yana birov kim bo'ladi? Yerbek emasmi? Kim? Yerbek. Yelbekga qo'shilib qo'shilmayapti. O'zi Yelbekga qo'shilib qo'shmay, birov qo'shilib gap qo'shilib. Yelbekga qo'shilsa laylaganda bo'ladi. Shu 16 ta qo'shdan qolishi bo'ladi. 9 otasi O'rchim, 6 otasi Qo'ldovli, bitta ota Qoraqasmoq. Qoraqasmoq zo'rda shundan chiqib keladi. Tushunib olamizlar. Endi 18 ota vaqtdan qolning eng birinchisi Qozoyaqli deydi. Buna Oqtosh bilan Termizning odam joyli bo'lgan. Ikkinchisini bu Yelbayanda kim turadi? Ochamoyli. Uchinchisi Boymoqli. 4-inchisi Taraqli. 5-inchisi Ishqili. Shutib borib bilan 16 otaga boradi. 18 otaga qo'shiladi. Sizning murotingizning ko'pragi vaqtdan bola kiradi. Yeshonboy bu yoqda Himmatxon Yeshonboyning murotining 70 parasini Qonjigalga kiradi.
Qonjaqali 14 ata birinchi shoh ulus. To'g'rimi shunmi? Ulusning o'zi ham 9 ataga bo'linib ketadi. Bekdan tug'di, eshagi boshi, so'ng keldi, oyoq, buyoq, joti, boymoq deb bilan 9 ata bor. Bu 12 ta o'yinda şu 66 ta Qo'ng'irotning eng boy xalq o'yindi bo'ladi hozir. Oxmon, Oqnazar, Alibek, Xoydar, Mulla deydi. Mulladan 12 ta o'yinda tug'ilgan. Xoydardan 6 ta tortilib tug'ilgan. Alibekdan 14 ta Qonjaqal tug'ilgan. Oqnazardan 16 ta Qo'shtonbol tug'ilgan. Oxmondan 18 ta vaqtda bor. Buning otasini Jiydashgan bey deydi. Jiydashgan beyning otasini Kelishgan bey deydi. Kelishgan beyning otasini G'o'dibey deydi. G'o'dibeyning otasini Janibey deydi. Janibeyning otasini Qo'ng'irot deydi. 21 ataga borib Qo'ng'irot bo'linadi. Boshiga shu bir Qo'ng'irot bo'g'imizdan taqib ketgan. Şutib böyle Oqmon, Oqnazar, Alibek, Xoydar 5 ataga 66 ta Qo'ng'irot bo'linib ketadi. Shuni bilib olingizlar. Qo'ysangiz qanday bo'lsa. Men bashalarni yozaman, tilpangga aytqim kelmaydi. Menga ko'rsatmasa daftarni. Bildirmay yozib olibmiz, yashonboy momosiga to'lib beraman. Men shunga nimaga qiziqqansiz deb, otamning 70-80 patronni o'g'limga o'tib ketgan. Otam aytib, meni o'lar yaxshi ko'rdi, oysam deydi. Jilab o'tirishdi. Meni qo'batchilarchi, nimaga jilayman? Bilmayman ekan. Otam shu paytda bechora bir rahmchilik etdi. Yolg'iz bo'lgan, bitta bo'lgan, sog'ir qolib ketgan. Falan ketdi, ko'raman. Shu 70-yillar otamga arabcha xat kelib turibdi. Avve degan. Paket bo'lgan, avve degan mana. Nima deydi shu? Kan. Shunga kelib otam kechasi qora chiroqning yorig'ida biz bachchaga jilab o'qib o'tiribdi. Falancha bor ekan. Shu yerda uruqqa biz qiziqib qolgan. Bo'lmasa uruqdim, menga bir tinam bermaydi, kallam boshlama qilaman deyman. Lekin davroga kirsa har qanday mollani bir sharttirib, tuzanlar to'rkatchalarim kim bo'lsa bo'ladi. Qirini ham yasharni erkak. Menga Alloh taolo Parvardigor lekin shu xizilatni bergan. Gapga kelsa, uruqqa kelsa, savol javobga kelsa har qanday odam bir to'rkatchalarim. O'zim bir gidillab yotaman, maydonda bir qarib o'tib qo'ydi. Nima deb chor? Bo'ldimi, to'xtadim men. Qonjaqalni ham aytdim, men to'xtatadi. Qonjaqalning katta shoxi ulus bo'ladi. Ulusni odamlar o'zini bir ata qo'shadi, qo'shilmaydi. Ulus Qonjaqalning bir shoxi bo'ladi. Mana ko'sa degan bizning o'rnimiz bor. Biz Bandikuchning bir shoxi bo'ladi. Bandikuch 16 da qo'shdan bor ekan. 6 to'ba tortuvga kerak. Aslında bir 12 ta o'yindi bor. O'yinning eng birinchisi 5 bola deydi. 5 bola o'yindi. Boy xalq bola. Ikkinchisi kal o'yindi. Qora o'yindi. Qorg'i o'yindi. Qo'yg'i o'yindi. Churan o'yindi. Qovqi o'yindi. Shu 12 taga boradi. Churan bilan 5 bolasi boy bo'ladi buning ichida. Buning bobosi mulla bo'ladi. Mulla deb nom qo'ygan. O'yindir mulla deganga gashtiga bog'ilganmi, ko'rmaganmi, o'yindilardan shunga davrim ulamayam yo'q, pirim murshidam yo'q, qoriyam yo'q. O'yindir bu. Bu boylikqa berilib ketgan. Eski zamonda o'yindilar savdogar bo'ladigan, u yoqqa ketaversa, ro'zani mullalardan so'raydi, "Yeshon bu qaysi kun ro'za ushlaymiz?" Nasib bo'lsa 5 kun qoldi. Shu kunga otadan eshagini qo'mjovini tikib turib, erta ro'za degan kun, "Jetalab biz safar ketyapmiz, ro'za bizdan saqtib." Karvan jetalab o'tadi. Shuncha o'yindan karvan ko'p chiqqanda. Boyqa. Endi 6 to'ba tortuvliga kelsa, Şöyle aynı koygan bo'latdim ular. A? Şöyle aynı koygan. O'yinda deganda. Endi 6 to'ba tortuvli. Tortuvli birinchisi 9 deydi. Kapırının mamlakati kapırın. Hadi geçir bakalım. İkincisini munka deydi. İnkavat, boysının inkavat. Üçüncüsü vur deydi. Bana Pırkakin degen yer var, boysunu geçirip öter. Vur gecey. Vurdun gecey Pırkakin. Dördüncüsünü çopak deydi. Bandıkan. Düşündünüz mü?
6-cı yıl Xorasan dedim, buna Kılıçbak. Kılıçbak degan yer var, boysundan vermeydi bize, bizim 5-6 yıl olan kabristandan otalar. Kılıçbak, Xorasan'ın geldi. 6-cısı Obaklı deydi, Obaklı Tilla Tabaklı deydi. Obaklı'nın gelişi aslı vakti zamanda, bir zamanda Çırgın Boltu Baykal kolardı. Sobertan'ın Kaltamunlar degen yerini ko'rganim yo'q. Kaltamunlardan bularni surgunqib jo'natadilar. Buna Tangmush degan yer bor bilasizlar. Tangmushga bular ko'chib keladi. Tangmush kiyolmish yer bo'ladi-da, boyning joyi cholvonning joyi bo'ladi. Tangmushga ko'chib kelgansa, boysin bekligi xarajga to'lmay qoladi, kamma qolib qoladi, foydasi to'lmay qoladi, shu jil qilib ketadi, solig'i to'lmay qoladi. Masalan, biri aytadi, ko'p boy ko'chib kelib qolgan tuyoli boy ekan, Tangmushdan havoriga buni ko'chirib kerak deydi. Ko'chirib beramiz deb, boysin bekligidan odam kelsa, biz ko'chmaymiz deydi. Biz shunday kelganmiz deydi. Ko'chmasang davlatga nima foyda berasan deydi. Shu 1 yillik solig'idan qutulsak qo'yasanmi deydi. Boysin bekligiga boradi. Boysin bekligiga borsa, shunday deb desa, sonra to'liq beraman ekan deydi. Kelib so'rada to'liq beraman deydi. Chaqirib beradi. Shu boysin 5 ata tortuvdi deydi. Seni Obaqli deb qo'shamiz, 6 ata bo'ladi deydi. Obaqli degan nomi Obaqli Tilla Tabaqli deydi. Nimaga deganda Tillani shutib ko'tarib borgan ekan tabaqasab, taqsishi yetamda 1 yillik xarajini deb. Shunday odamga to'kkanda, o'min bizga murid bo'ldi, 6 Obaqli qo'shildi, Obaqli Tilla Tabaqli, shundan Obaqli chiqqan. Obaqlidan otal, Irg'aqlidan xotin ol deydi. Irg'aqli Gurga qo'shiladi. Obaqli ham polvon, ham chaboqdan, ham sizda de shayx. Shu 6 to'pa tortuvni oxirida turadi, bu Haydardan bo'ldi. Yana aytdingizam, oldiman talqilab ovqat keladimi, piyas keldi. Qaysidan xotin oldi dedingiz? Irg'aqlidan. Irg'aqli qanday chiqardi ular? Irg'aqlining xotini eski vaqtda chevar bo'lgan, bular chopan chepinga usta bo'lgan, otning juluga usta bo'lgan, kelgan mehmonni yaxshi ko'rsatgan qorayding bilan qorayga to'rliq uzib, ichki bo'l, sirtqi bo'l degan narsalar bo'ladi. Shuning hammasi sodaqat asli qorayoy boysindan chiqqan. Bizning to'ylarlar ham, mavludlar ham shu yerdan borgansa, usta qarab qolgan. O qorayoyga qizil toldan, sariq toldan tutumi bo'ladi. Uning ko'gi degan narsasi bo'ladi. Ko'kni tuyaning terisidan qiladi. Tuyaning terisi bitib qaytarib qo'yadi, u uzilmaydi ta'sir. Yellikchi qorayoy oq o'tov deydi u. Ilgari mening otam uch o'tov bor edi. Bir oq o'tovni tikib qo'yadi, yeshon mullalar kiradi dedi. Bir o'tov yenam katta yenam tikib, bir oq o'tov kichkina yenam. Men yekenaning orasida ko'kayib qurib ketgan. Gap buni qo'ydiga jataman, yenamning gap buni oldiga jataman deb. Mazza qilmadi, qo'ymoq yeb qo'yim beradi. Qo'yib kallam qo'ymoq chiqib katta desa, qanday qo'ymoq jaraman ko'rib bo'lmasa. Menda katta 6 akam bor, 7 akam bor xudo bash. 7 o'yim bo'ladi o'ziga yarasha. Domlalar bitta o'chaqda. Shu etib domlaga aytdim-da, "Papa bo'lmas endi." Meni bir gap aytdim. Senda olmishonchi qo'ldovni odam chiqqan yo'q. Qori bo'lsang sen bo'lsang, qurra bo'lsang sen bo'lsang, olim bo'lsang sen bo'lsang, molla bo'lsang sen bo'lsang, xatimkarda sen bo'lsang, irshadkarda sen bo'lsang, pirga qo'lirgan sen bo'lsang, murtqa yana nima gapim bor, he dedim-da. Ha, qasam deb kulib qo'ydi. Bu deyishim bor. Bu arxiv kitoblarda yo'q.